Assalomu alaykum kanal mehmonlari va obunachilari. Sizlar bilan yana men Muhammadjonov Husniddin. Kanalimda Dale Carnegie ta'limotidagi qimmatbaho maslahatlari haqida gaplashishni davom etamiz. O'tgan ko'rsatuvimda odamlarga yoqish uchun rioya qilinadigan 6 qoida deb nomlangan ikkinchi qismni 5-bo'limi haqida gaplashgandik. Bugun 6-bo'limi haqida gaplashamiz. 6-bo'limi odamlarda darhol o'ziga nisbatan moyillik uyg'otish deb nomlanadi. Shunaqa qilib boshladik. Bir kuni Carnegie pochta bo'limida buyurtma xat berish uchun navbatda turgan ekan. Buyurtma xatlarni qabul qiladigan pochta xizmatchisiga ahamiyat berib kuzatib qopti. Uni ishi joniga tegganligi yaqqol ko'rinib turardi. Yillar o'tib har kuni bir xil qiladigan ishidan buyurtma xatlarni qabul qilib olish, xatlarni ustiga yopishtiradigan marka berish, qaytim qaytarish, kvitansiya yozish ishlaridan zerikib ketgan edi. Shunda Carnegie shu yigitga yoqishga harakat qilib ko'raman debdi o'ziga. Unga yoqish uchun u o'ziga emas, o'sha yigitga yoqadigan biror narsa deyish kerak edi. U o'ziga savol beribdi. Bu yigitda meni chin qalbdan samimiy zavqlantiradigan nimasi bor? Ko'p hollarda bu savolga javob berish qiyin. Ayniqsa notanish odamlar haqida gap ketganida. Lekin ayni paytda bu ish oson bo'lib chiqdi. Carnegie bu yigitda o'zini samimiy zavqlantiradigan narsasini darhol ko'rdi. Va uni navbati kelib, yigit undan buyurtma xatini qabul qilayotganda, "Men ham siznikidek sochlarim bo'lishini xohlardim" debdi. Yigit biroz hayron bo'lib qarabdi-yu, lekin yuziga tabassum yuguribdi. "Sochlarim oldingichalik yaxshi emas" debdi u kamtarlik bilan. "Balki oldingidan ko'rinishi biroz o'zgargandir, lekin baribir hali ham ajoyib" debdi Carnegie. Yigit cheksiz darajada mamnun edi. Ular biroz dildan gaplashib qolishdi va yigit oxirida sochlari haqiqatda ko'pchiligiga yoqishini tan oldi. "Garov o'ynayman" dedi Carnegie. Yigit o'sha kuni kun bo'yi o'zini yengil his qilib xursand bo'lib yurgan. Kech payt uyiga borganida bo'lgan voqeani ayoliga gapirib bergan. Oynaga qaraganida "Rostdan ham sochlarim juda chiroyli" deb xursand bo'lgan. Shu voqeani Carnegie ommaviy chiqishlarida odamlarga gapirib berganida bir odam "Siz u yigitdan nima xohlagan edingiz?" deb so'rabdi. Rostdan ham Carnegie undan nima xohlagan edi? Agar biza o'zimizga bu foyda kelishini mo'ljallamasdan odamlarni ozgina baxtli qila olmaydigan va ularni yaxshi fazilatlarini tan olib, e'tirof eta olmaydigan darajada egoist, xudbin bo'lsak, shunchalik qalbimizda tor bo'lsa, u holda muvaffaqiyatsiz bo'lishga haqli ravishda loyiqmiz. Ha, Carnegie u yigitdan bir narsani olmoqchi edi. U narsani bahosi yo'q va u shu narsani oldi. Bu narsa o'sha yigit evaziga hech narsa bera olmaydigan holatida unga nimadir berganligini anglashi edi. Inson fe'l-atvoriga tegishli muhim bir qonun bor. Shu qonunga itoat qilsak, biz hech qachon kulfatga uchramaymiz, og'ir ahvolga tushmaymiz. Haqiqatdan shu qonunga amal qilinsa, bu bizga sanoqli yo'q do'stlar va o'zgarmas baxt keltiradi. Lekin bu qonunga rioya qilmasak, u holda bizani ko'ngilsizliklar tark etmaydi. Bu qonun shundan iborat. Har doim hamsuhbatinglarga uni qadrliligini anglashini singdiringlar. Ya'ni uni qadrliligini, muhimligini doim tan olib, e'tirof etinglar. Oldin aytganimizdek, professor John Dewey'ning aytishicha, inson tabiatiga xos bo'lgan kuchli intilish bu qadrli, muhim bo'lish istagi. Professor William James ta'kidlashicha esa, insonlarga xos bo'lgan chuqur xislat bu o'z qadr-qimmatlarini boshqalar tomonidan ijobiy baholanishiga astoydil intilishdir. Avval aytganimizdek, aynan shu intilish bizani hayvonlardan ajratib turadi. Aynan shu xislat sivilizatsiya asosida yotadi. Faylasuflar insonlar o'rtasidagi munosabat normalari haqida ming yillab fikr yuritishgan va shu fikr yurishlari natijasida qat'iy bir qoida hosil bo'lgan. Bu yangi qoida emas. U tarix singari juda ham qadimiy. Iso alayhissalom ham, undan oldin yashagan payg'ambarlar va faylasuflar ham o'z davomchilariga shu qoidani o'rgatib singdirishgan. Bu qoida dunyodagi eng muhim qoidalardan biri bo'lib, unda shunday deyiladi. Hamma narsada odamlar sizlar bilan qanaqa munosabatda bo'lishini xohlasanglar, sizlar ham ular bilan shunaqa munosabatda bo'linglar. Biza muloqot qotgan insonlarimiz tomonidan ma'qullanishimizni xohlaymiz.
yaxshi xislatlarimizni, asl haqiqiy fazilatlarimizni e'tirof etishlarini xohlaymiz. O'zimizni kichkinagina dunyomizda muhim ahamiyatga ega ekanligimizni anglashni xohlaymiz. Biz arzon, samimiy bo'lmagan xushomad eshitishni xohlamaymiz, lekin fazilatlarimizga samimiy baho berishlarini sidqidildan istaymiz. Biz do'stlarimiz, hamkasblarimiz Charles Schwab aytganidek, samimiy baho berishlarini va maqtovlarga saxiy bo'lishlarini xohlaymiz. Biz hammamiz shu narsani xohlaymiz. Shuning uchun shu oltin qoidaga amal qilib, boshqalarga ulardan nima olishni xohlasak, shu narsani berishimiz kerak. Qanaqa qilib, qachon, qayerda? Javob bitta. Har doim, hamma joyda. Mana bir misol. Bir kuni Carnegie Radio City kompaniyasini ma'lumot xizmati xodimidan Henry Swainni kabinetini nomerini so'rabdi. Maxsus forma kiygan, g'o'dasini tik tutib turuvchi bu xodim o'ziga xos usulda javob berib turishdan aniq g'ururlanardi. U aniq va tushunarli qilib Henry Swain debdi ozgina pauza berib. 18-qavat. Yana pauza. Xona raqami 1816 debdi. Carnegie ma'lumotni olib lift tomonga qarab yuguribdi-yu, keyin to'xtab qoldi. U orqasiga qaytib haligi xodimga: "Savolimga chiroyli tarzda javob qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Javobingiz aniq va tushunarli bo'ldi. Xuddi san'atkorlardek gapirdingiz. Bu narsa har doim uchiravermaydi" debdi. Xodimning xursandchiligi ichiga sig'may ketdi va ma'lumot berar chog'ida nima uchun u yoki bu pauzalarni qilganini, nima uchun har bir so'zni aynan shu tarzda talaffuz qilganini gapirib berdi. Carnegiening ikki og'iz gapi uni yanada qaddini rostlab, galstukini to'g'irlashga majburladi. Carnegie esa 18-qavatga ko'tarilar ekan, bugun yana odamlarga xursandchilik, baxt ulashish umumiy zaxirasiga yana bir hissa qo'shganini his qildi. Biz atrofimizdagilarni yaxshi xislatlarini e'tirof etishni boshlashimiz uchun jamiyatda katta bir lavozimlarga erishishimizni, amaldor bo'lishimizni kutishimiz shart emas. Shu narsaning yordamida biz deyarli har kuni sehrli natijalarga erishishimiz mumkin. Misol uchun siz qovurilgan kartoshkaga buyurtma bergansiz, lekin ofitsiantga qiz sizga kartoshka pyure olib kelsa, siz unga "Bezovta qilganim uchun uzr so'rayman, lekin men qovurilgan kartoshka xohlardim" deb ko'ring. Shunda u hech ham bezovta qilmaysiz deydi-da, bajonida taom almashtirib beradi. Chunki siz u bilan hurmatini joyiga qo'yib gaplashdingiz. "Bezovta qilganim uchun uzr, iltifot qiling, iltimos, agar qarshi bo'lmasangiz, minnatdorchilik bildiraman" kabi odobiylik iboralari kundalik bir xil zerikarli hayotimizning bezagiga aylanadi va yaxshi tarbiya olganimizdan dalolat beradi. Boshqa bir misolni olaylik. Holkeyn romanlarini millionlab odamlar o'qigan. U oddiy bir temirchini o'g'li edi. Hayoti davomida atigi 8 yil o'qigan. Lekin dunyodagi yozuvchilar orasida eng boy badavlat bo'lib o'tgan. Uni tarixi shundan iborat. Holkeyn she'r va she'riy qissalarni yaxshi ko'rar va Dante Gabriel Rossetti'ni she'rlarini sevib o'qirdi. U hattoki Rossetti'ni asarlarini san'atdagi bebaho qiymatini maqtab maqola yozdi va shu maqolaning bir nusxasini shoir Roziga ham jo'natdi. Rossetti bundan juda ham ta'sirlanib zavqlandi. Meni qobiliyatlarim shunchalik yuqori darajada baholagan bu yigitcha juda ham aqlli bo'lishi kerak debdi o'ziga Rossetti. Shuning uchun u temirchining o'g'lini Londonga kelib, unga kotib bo'lishiga taklif qildi. Bu taklif Holkeynning hayotidagi burilish nuqtasiga aylandi. Chunki yangi majburiyatlarni bajarish jarayonida u o'sha davrdagi badiiy adabiyot arboblari bilan uchrasha boshladi. Ularni maslahatlaridan foydalanib va rag'batlantirishlaridan ilhomlanib, u mavqeini osmoni falaklarga olib chiqadigan yo'lga qadam tashadi. Uni uyi Men orolidagi qasri minglab turistlar keladigan muzeyga aylandi va o'zidan keyin millionlab dollarli davlat qolgan. Kim bilsin, agar u mashhur insonni asarlarini maqtab, ulardan zavqlanishni e'tirof etib maqola yozmaganida, balki hech kim tanimaydigan oddiy bir kambag'al inson bo'lib o'tib ketgan bo'larmidi bu dunyodan. Samimiy, chin yurakdan beriladigan bahoni kuchi hayratlantiradigan g'aroyib kuchi shunaqa. Rossetti o'zini muhim inson deb bilardi va bunda ajablanadigan narsa yo'q. Deyarli har bir inson o'zini ahamiyatli, o'ta muhim inson hisoblaydi. Qolaversa, har bir millatdan xuddi shunaqa, o'zini boshqalardan ustun qo'yadi. Biz o'zimizni Yaponlardan ustunmiz deb hisoblaymiz, shunaqami?
Lekin yaponlar ham o'zlarini boshqa millatlardan ustun deb bilishadi. Agar yapon ayoli bilan boshqa millatdagi erkak raqs tushayotganini ko'rib qolsa, eskicha konservativ qarashli yapon erkagi jahldan vajohatli bo'lib qoladi. Biz o'zimizni Hindistondagi hindlardan ustunmiz deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Lekin millionlab hindlar o'zlarini bizdan shunchalik ustun qo'yishadiki, hatto o'zga dinga mansub bo'lgan bizani soyamizga tushgan ovqatni yeyishmas ekan. Biz o'zimizni Alyaskadagi eskimoslardan ustunmiz deb o'ylaymiz. Shunaqami? Biz shunaqa deb o'ylashimiz mumkin. Lekin ular biz haqimizda nima deb o'ylashadi? Qiziqmi? Unda eshitinglar. Eskimoslar orasida onda-sonda ishlash yoqtirmaydigan, dangasa, yalqov, daydili uchrab turar ekan. Eskimoslar ularni oqtalli odam ma'nosini beruvchi oqlar deb atashar ekan. Bu so'z ular uchun nafratli bir haqorat bo'lib xizmat qilar ekan. Har bir millat o'zini boshqa millatlardan ustun deb hisoblar ekan. Shu narsa vatanparvarlik va urushlar keltirib chiqaradi. Asl chin haqiqat shuki, deyarli har bir bizga uchratadigan inson o'zini qaysidir bir tomonlama bizdan ustun deb hisoblaydi. Va agar biz shu insonni o'zini xayolidagi kichik bir olamida qanchalik muhim rol o'ynashini xushomad qilmasdan samimiy tan olishimizni tushuntira olsak, uni qalbiga yo'l topa olar ekanmiz. Shu joyda amerikalik yozuvchi, shoir, faylasuf Ralph Waldo Emersonning gaplarini eslaylik. Men uchratgan har qanday odam qaysidir jihatlari bilan mendan ustun turadi va men shu ma'noda undan o'rganishim mumkin. Hozir sizlarga Dale Carnegie kurslarida ta'lim olgan va o'tda o'rgangan prinsiplarni qo'llab ijobiy natijalarga erishgan kishilar haqida 3 voqeani gapirib beraman. Connecticut shtatilik bir yurist, janob deb aytaylik ismini, Carnegie kurslarini tinglab yurgan davrlarda xotini bilan avtomobilda Long Islandga, xotinning qarindoshlaridan xabar olib kelishga borishibdi mehmonga. Xotini erini qari xolasi bilan gaplashib o'tirishga qoldirib, o'zi boshqa yoshroq qarindoshlarniki mehmonga chopib ketibdi. Yaqinda mashg'ulotlarning birida janob boshqalar qadr-qimmatlarini e'tirof etish prinsipini amalda qo'llaganligi haqida gapirib berish kerak edi. U shu kampirdan boshlashga qaror qildi va o'zini chindan ham zavqlantirishi mumkin bo'lgan nimadir topish maqsadida uyni ko'zdan kechira boshlabdi. Bu uy taxminan 1890-yilda qurilgan, shunaqami? So'rabdi u. Ha, xuddi o'sha yilda qurilgan, javob beribdi kampir. Bu uy men tug'ilgan uyni eslatyapti, debdi janob Juda chiroyli uy. O'lchamlari ham to'g'ri olingan, xonalari keng. Hozir bunaqa uylar qurmay qo'yishdi. Siz haqsiz, tasdiqlabdi kampir. Hozirgi yoshlar chiroyli uylarni qadrlashmaydi. Ularga kerak bo'lgan narsa bu kichkinagina kvartira xolos. Keyin avtomobilida yo'q-yo'qlarga sayr qilish. Bu ertaklardagi uy, davom etdi kampir, shirin xotiralardan ovozi titrab. Bu uy mehr bilan qurilgan. Qurishdan oldin bu uy erim bilan uzoq yillar orzu qilganmiz. Bizda arxitektorimiz ham yo'q edi. Bu uyni o'zimiz rejalashtirib qurganmiz. Keyin kampir mehmonni uy ichlarini ko'rsatish uchun olib yurdi. Sayohatlari davrida olib kelgan va bir umr avaylab asrab kelgan xazinalarni ko'rsatar ekan, janob hamma ko'rgan narsalardan samimiy zavqlanganini bildirardi. Shotlandiyadan kelgan yelka ro'mol, qadimiy Angliya choy servisi, mashhur Wedgwood chinnisi, fransuz kravatlari va stullari, italiyalik rassomlar kartinalari va o'z vaqtida qaysidir bir Fransiya qasrida osilib turgan devor gullar matosi. Uyni ko'rsatib bo'lib, kampir mehmonni garajga olib boribdi. O'tda yerdan ko'tarib qo'yilgan salkam yangi Packard avtomobili turardi. Erim bu mashinani o'limidan sal oldin sotib olgan edi, debdi kampir past ovozda. Uni o'limidan keyin men umuman uni haydamadim. Siz yaxshi narsadan farqiga borar ekansiz va men shu mashinani sizga sovg'a qilmoqchiman. Yo'q, xola nimalar deyapsiz? Qarshilik ko'rsatdi janob Siz haddan ortiq mehribon ekansiz. Men sizni saxiyligingizni qadrlayman albatta, lekin bu xislatingizdan foydalanish qo'limdan kelmaydi. Men sizga hatto qarindosh ham emasman. Meni yangi mashinam bor. Sizga esa bu Packardga ega bo'lish xohlaydigan qarindoshlaringiz ko'p. Qarindoshlar jahli chiqibdi kampirni. Ha, qarindoshlarim bor. Shu mashinaga ega bo'lish uchun o'limimni kutib yurishdi. Lekin u ularga nasib qilmaydi. Agar ularga sovg'a qilish xohlamasangiz, unda mashinani avtomobilni oldi-sotisi bilan shug'ullanadigan savdogarga sotishingiz mumkin, debdi janob Uni sotish, baqirib yuboribdi kampir. Siz o'ylaysizki, men qachondir bu mashinani sotamanmi? Siz o'ylaysizki, erim menga olib bergan bu mashinani begona odamlar haydab yurishini ko'rib chidab tura olamanmi?
uni sotish xayolimga ham kelmaydi. Men uni sizga sovg'a qilaman. Siz chiroyli narsalarning farqiga borasiz. Janob kutilmagan sovg'adan qochishga harakat qilibdi-yu, lekin kampiri xafa qilib qo'ymasdan buni ilojisi yo'q edi. Hayhotdek katta uyda, chiroyli narsalar va xotiralar qurshovida yolg'iz o'zi qolib ketgan bu yosh ulug' ayol o'ziga nisbatan ozgina bo'lsa ham e'tibor berishlariga tashna bo'lib qolgan edi. O'z vaqtida u yosh, go'zal va sevimli ayol edi. U mehr-muhabbatga to'la uy qurdi va uni bezash uchun butun Yevropadan narsalar olib keldi. Endi esa o'zini yolg'iz qarilik chog'ida ozgina bo'lsa ham odamlar mehriga, ozgina samimiy e'tiborga muhtoj bo'lib o'tirardi, lekin hech kim unga shu narsalarni bermas edi. Hozir cho'lda buloq topganidek, shu mehr va e'tiborni topganida Packard avtomobilini sovg'a qilishdan boshqa minnatdorchilik bildirish yo'lini topa olmadi. Boshqa bir misolni olamiz. Bu Nyu-York shtatidagi Ray shahrida o'rmonchilik va dekorativ bog'bonlik bilan shug'ullanuvchi Lewis and Valentine firmasi ish boshqaruvchisi Donald McMagon voqeasi. U do'st orttirish va odamlarga ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi leksiya kurslariga qatnashib yurgan vaqtlarida bir taniqli yuristga tegishli yerida dekorativ bog'bonlik ishlarini bajarar edi. Yer egasi Alp atirgullarini va azaliya manzarali o'simliklarni qatga ekishini xohlashi to'g'risida ayrim ko'rsatmalar berish uchun McMagonning oldiga keldi. McMagon unga: "Janob sudya, ajoyib hobbingiz bor ekan. Bu chiroyli itlaringizni ko'rib men juda ham zavqlanaman. Eshitishimcha, siz har yili Madison Square Garden'da itlar ko'rgazmasida ko'plab mukofotlar olar ekansiz" debdi. Bu kichkinagina iltifot insonni lol qoldiradigan ta'sir kuchini ko'rsatdi. "Ha", javob qaytardi sudya. "Meni itlarim haqiqatdan ham menga ko'p quvonch keltirishadi. Itxonamni ko'rish xohlaysizmi?" Sudya unga 1 soatga yaqin itlarini va ularga berilgan mukofotlarni ko'rsatdi. U hattoki itlarini zoti, nasl-nasabi, ularning chiroyi va aqli gendan o'tib kelganligi haqida ham gapirib beribdi. Nihoyat sudya gaplarini tugatib McMagondan so'rabdi: "Sizda kichkina o'g'ilchangiz bormi?" "Ha", javob beribdi McMagon. "Kuchuvchasi bo'lishini xohlarmidi o'g'lingiz?" so'radi sudya. "Bo'lmasa-chi, xursandchiligidan quvonchi ichiga sig'may ketardi." "Juda soz, men unga kuchuvcha sovg'a qilaman", qat'iy gapiribdi sudya. U McMagonga kuchuvchani qanaqa boqish kerakligini tushuntirishni boshladi. Keyin to'xtab: "Hozir gapirganlarimni esingizdan chiqarib qo'yasiz. Yaxshisi hammasini yozib beraman", debdi. Sudya uyiga borib, itni naslini, zotini va uni qanaqa boqish kerakligini eslatma qilib yozib chiqibdi. U McMagonga $100, hozirgi paytda $1200-1300 to'g'ri keladigan kuchuvchani sovg'a qilibdi va 1 soatdan oshiq qimmatli vaqtini ajratibdi. Shu narsalar McMagon sudyani qiziqqan hobbisi va uni erishgan yutuqlari bilan astoydil qiziqib, samimiy zavqlanishini bildirgani uchun yuz berdi. George Eastman kodak plyonkasini o'ylab topib, kino paydo bo'lishiga sabab bo'lgan va $100 million ishlab, dunyoning eng mashhur ishbilarmon kishilaridan biriga aylangan odam. Lekin shunday katta ishlarni ro'yobga chiqargani bilan, u ham xuddi sizu biza singari o'z qadr-qimmatlarini ozgina bo'lsa ham e'tirof etishlariga tashna edi. Mana bir misol. Ko'p yillar oldin Eastman Rochesterda Eastman nomidagi musiqa maktabi va onasining xotirasiga Kilburn Hall teatrlarini qurilishini boshlabdi. Superior Seating Company of New York firmasi prezidenti James Adamson bu imoratlarga teatr kreslolari yetkazib berish uchun buyurtma olishni xohlardi. Arxitektor bilan qo'ng'iroqlashib, Adamson Rochesterda Eastman bilan uchrashish to'g'risida kelishishibdi. "Siz buyurtma olmoqchiligingizdan xabarim bor", debdi arxitektor Adamson kelganida. "Lekin ogohlantirib qo'ying. Agar George Eastmanni 5 minutdan oshiq vaqtini olsangiz, buyurtma olishga umid qilmasangiz ham bo'laveradi. U juda ham sinchkov, mayda gap odam, ham juda ham band. Shuning uchun maqsadingizni tez bayon qiling-u keting." Adamson xuddi shunday qilmoqchi bo'ldi. Uni kabinetga taklif qilishganida Eastman stolidagi bir to'da qog'ozlar ustida boshini egib o'tirardi. Huzuriga tashrif buyuruvchilarni ko'rib, boshini stoldan ko'tardi-da, ko'zoynagini yechib, arxitektor va Adamsonga qarab yura boshladi. "Xayrli tong janoblar, nima xizmat?" debdi. Arxitektor ularni bir-birlariga tanishtirganidan keyin Adamson: "Janob Eastman, sizni kutib turganimizda men idorangizni tomosha qilib zavqlandim.
Men ham shunaqa kabinetda jon deb ishlagan bo'lardim agar men ham shunaqa kabinetim bo'lgan edi. Bilasizmi? Men o'zim ham interyerlar uchun yog'och mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. Va lekin umrim davomida hech qachon bundan chiroyli kabinet ko'rmaganman debdi. Siz menga deyarli esimdan chiqqan narsani eslatdingiz, javob berdi Jorj Eastman. Kabinetim rostdan ham chiroyli. Yangi ta'mirlanganida men undan juda ham mamnun bo'lgan edim. Lekin hozir ham tashvishlarim ko'pligidan bu kabinetimning chiroyini haftalab payqamayman ham. Adamson devor oldiga borib, qo'li bilan yog'och panelni silabdi. Bu Angliya emani, shunaqami? Buni teksturasi italiyanikidan farq qiladi, debdi. Ha, javob berdi Eastman. Bu Angliyadan import qilingan eman. Buni menga bir oshnam tanlab bergan. U qimmatbaho daraxt turlari mutaxassisi. Keyin Eastman xona bo'ylab yurib, Adamsonning e'tiborini xonani proporsiyalariga, ranglariga, o'ymakorlik ishlariga va boshqa o'zini shaxsiy ishtirokida bajarilgan ishlariga qaratibdi. Xona bo'ylab yurib, uni yog'och bezaklarini tomosha qilishar ekan, ular deraza oldida to'xtashibdi va Jorj Eastman odamlarga yordam berish maqsadida qurayotgan Rochester universiteti haqida, kasalxona va shifoxonalari haqida, bolalar uyi haqida gapirib beribdi. Adamson o'z boyligini insonlarning g'am azoblarini, iztiroblarini yengillashtirish uchun sarflab, savob ishlar qilayotgani uchun unga sidq dildan tashakkur bildiribdi. Keyin Eastman oynali shkafchadan bir angliyalidan sotib olgan o'zini birinchi fotoapparati ixtirosini olib ko'rsatibdi. Adamson undan ishbilarmonlik faoliyatini ilk davrlarida boshdan o'tkazgan qiyinchiliklari haqida batafsil gapirib berishini so'rabdi va Eastman samimiyat bilan ochiqchasiga yoshligida to'qnash kelgan kambag'allik haqida, beva bo'lib qolgan onasi qiynalib pensionda ishlaganlari haqida, o'zi esa kuniga 50 sent uchun sug'urta kompaniyasida oddiy bir kichik xodim bo'lib ishlaganlari haqida gapira boshlabdi. Qashshoqlik oldidagi qo'rquv uni kechasi kunduzi ta'qib qilardi va u onasini bu og'ir mehnatlardan xalos qilish uchun yetarli darajada pul ishlab topishga qaror qildi. Adamson uni savollarga ko'mib tashar va uni quruq fotoplastinalar bilan o'tkazgan tajribasi haqidagi hikoyasini maroq bilan eshitardi. Eastman kun davomida idorasida ishlab, kechasi bilan esa tajribalar o'tkazganlari, ximikaliyalar reaksiyasi paytida ozgina mizg'ib olishlari, orada 3 kunlab kiyimini yechmasdan ham ishlab, ham uxlaganlari haqida gapirardi. Eastmanning kabinetiga kirishidan oldin James Adamsonni 5 minutdan ortiq uni vaqtini olmasligi haqida ogohlantirishgan edi. Lekin oradan 1 soat o'tibdi, 2 soat o'tibdi. Ular esa hamon suhbatlashishardi. Nihoyat Eastman Adamsonga qarab shunday debdi. Yaponiyada oxirgi marta bo'lganimda o'tdan stullar sotib olib uyga olib keldim va salariga qo'yib qo'ydim. Lekin quyoshdan bo'yoqlar to'kilib tushdi. Shu kunlarda shahardan bo'yoq sotib olib, ularni o'zim bo'yadim. Stullarni bo'yash qo'limdan kelishini ko'rish xohlaysizmi? Yaxshi. Yuring uyimga, birga nonushta qilamiz va men sizga ularni ko'rsataman. Nonushtadan keyin Eastman Adamsonga Yaponiyadan olib kelgan stullarni ko'rsatibdi. Ularni donasi $1,5 ham turmas edi. Lekin $100 million orttirgan Eastman ularni o'zi bo'yagani uchun ular bilan faxrlanardi. Kreslolar uchun buyurtma $90 ming tashkil qilardi. Hozirgi taxminan salkam $3 million. Nima deb o'ylaysizlar? Bu buyurtmani kim oldi? Adamsonmi yo uni raqobatchilardan bittasimi? O'sha kundan to Eastmanning umrining oxirigacha ular James Adamson bilan yaqin do'st bo'lib qolishdi. Bu boshqa insonlarning qadr-qimmatlarini e'tirof etish mo'jizaviy kriteriyasini biza qattiq qo'llashni boshlashimiz kerak. Nima uchun o'z uyimizdan boshlashimiz kerak emas? Bu prinsipni qo'llash eng zarur bo'lgan, lekin ko'p ham ahamiyat bermaydigan joyimiz bu o'z xonadonimizda emasmi? Ayolimizning albatta qandaydir bir yaxshi sifatlari bor. Chunki qachonlardir bizda shu sifatlarni ko'rganmiz. Bo'lmasam biz unga uylanmagan bo'lardik. Lekin uni yaxshi fazilatlarini, yaxshi sifatlarini e'tirof etib qadrlamaganimizga qanchalar bo'lib ketdi. Ancha vaqtdan beri shunday qilmaymiz, to'g'rimi? Amerikani mashhur jurnalistlardan biri bo'lgan Dorothy Dix o'zining maqolasida shunday deb yozadi. Kelinlarning qanaqa bo'lishlari kerakligi haqidagi maqolalar jonga tegdi. Uni o'rniga kuyovlarni bir chetga tortib, ularga quyidagilarni maslahat berish kerak. Xushomad qilishni, ya'ni maqtashni o'rganmaguncha uylanmaslik kerak. Ayolni to'ygacha ko'kligiga ko'tarib maqtashlik bu moyillik, ishtiyoq. Ya'ni shu ayolga uylanish ishtiyoqini balandligi sabab maqtab ko'kligiga ko'tariladi.
Lekin to'ydan keyin ko'klarga ko'tarib maqtashlik bu zaruriyat, hattoki shaxsiy xavfsizlik hamdir. Turmushda ochiq oydinlik, ya'ni ayblarni boricha gapirish kerak emas, balki diplomatiya kerak. Har kuni mazali taomlanishni xohlaysizmi? Ayolingizni uy yumush ishlarini bajarishlarini tanqid qilmang. Bu masalada ayolingizni onangiz bilan solishtirib haqoratlamang. Aksincha, doim uni uy tutish qobiliyatini maqtab turing. Doim ayolingizni chiroyiga, pazandaligiga, uy ro'zg'or tutishda uddaburonligiga urg'u berib, shu xislatlari uchun xursandligingizni bildirib turing. Mabodo ovqatini tega olib ketsa yoki non yoqqanda kuydirib qo'ysa, bugun ovqating har doimgidek pazandalik mahoratingga mos kelmabdi deb qo'ying bo'ldi. Shunda ayolingiz siz unga yaratib bergan ideal ayol obrazingizga mos kelish uchun, sizga yoqish uchun oshxonada bor mahoratini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu metodni to'satdan qo'llashni boshlamang. Bo'lmasam ayolingiz gumonsirab qoladi. Lekin bugunning o'zidayoq yoki ertaga unga gul yoki korobka shokolad sovg'a qiling. Ha, bu narsani oldinroq qilishim kerak edi, so'zlar bilan cheklanib qolmang-de, shu narsani qiling. Qo'shimchasiga tabassum qilib, sha'niga iliq so'zlar ayting. Agar er-xotinlar bir-birlari bilan shu tarzda muomalada bo'lib, hayot kechirishsa, ajrimlar anchaga kam bo'lar edi. Ayol kishi sizni sevib qolishini xohlaysizmi? Unda sizlarga bir sirni aytaman. Bu usul juda yaxshi natijalar beradi. Bu g'oya Dorothy Dixga tegishli. Bir kuni u qamoqda o'tirgan 23 ayolga uylanib, ularning yuragidan joy olib, ularni boyliklariga egalik qila olgan bir xotinbozdan intervyu olgan ekan. Dorothy Dix undan qanaqa qilib ayollarni sizni sevib qolishlariga erishasiz deb so'raganida, buni hech qiyin joyi yo'q, javob beribdi u. Ayol kishi bilan uni o'zi haqida gaplashish kerak xolos. Bu usulni faqat ayollarga emas, erkaklarga ham qo'llasa bo'ladi. Buyuk Britaniyaning sobiq premyer-ministri Benjamin Disraeli erkak kishi bilan uni o'zi haqida gaplashing va u sizni soatlab eshitadi degan ekan. Shunaqa qilib, odamlarga yoqish uchun rioya qilinadigan 6-qoida bu. Hamsuhbatingizga uni qadr-qimmatli va muhim insonligini gapirib ishontiring va buni samimiyat bilan qiling. Mana sizlar bilan odamlarga yoqish uchun rioya qilinadigan 6 qoida deb nomlangan ikkinchi qismni to'liq ko'rib chiqdik. Shu qoidalarni birma-bir eslab chiqamiz. Birinchi qoida: boshqa odamlar bilan qalbdan, samimiy qiziqish. Ikkinchi qoida: tabassum qilish. Uchinchi qoida: odamlarga ismini aytib murojaat qilish. To'rtinchi qoida: yaxshi tinglovchi bo'lish, boshqalarni o'zlari haqida gapirishga chorlash. Beshinchi qoida: hamsuhbat bilan uni qiziqtirgan mavzuda gaplashish. Oltinchi qoida: hamsuhbatingizga uni qadr-qimmatli va muhim insonligini gapirib ishontiring va buni samimiyat bilan qiling. Bu odamlarning qadr-qimmatini e'tirof etish, tan olish falsafasini atrofingizdagi odamlarga nisbatan qo'llashni boshlang. Keyin esa mo'jizaviy ta'sirini kuzating. Sizlar bilan men Muhammadjon Husniddin bo'ldim. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.